Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Mana bugun 23-oktyabr. Oktyabr oyi oxirlab noyabr yaqinlashyapti. Kuzgi o'g'itlash ishlari boshlangan. Mana hosili kelasi yil uchun hosili bor pista ko'chatlariga faqat hammom pista emas, boshqa mevali daraxtlarga ham amofost bilan kaliy berish kerak. Bular kelajakda yaxshi hosil berishiga, ildiz tizimining yaxshi rivojlanishiga yordam beradi. Hozir 7 yillik hammom pistaga 200 gram amofost, 100 gram kaliy berilyapti. Kaliy azotga o'xshab kuchli doza bo'lmaydi, amofost ham ortiqchasi kelasi yil uchun oziq olib ketadi. Bu kuchli mutaxassis agronomlarning fikrlari. Shulardan kelib chiqib aytyapman. Mana hammom pista Sitora navi. Ancha yaxshi, kelasi uchun hosil kutilari bor. Endi buni chopiq qilamiz, tuproqqa aralashtiramiz. Mana tuproqqa aralashtirildi.